Hürmetli kardeşler, bugün ben sizlerge men turmadan çıktı 15 yıldan açtı. Men 15 yıldan beri lager kuruluştum burun turmadan ben guvaç bulup çıkandım. 12 yıl bütün dünyanı aylanıp жүрüp Uygurlarning tatkan azap okubetlerini dünyaya anlatıp guvalıktan öttüm. Endi hazır lagerden çıkan karındaşlarım, lagerden çıkan kızlarım, oğullarım, farzandlarım guvalıktan ötüp atadı. Mana menin degen gaplerimning ras ekanligiga, şu vaqtdagi xalqning sadosining ras ekanligiga, ili vaqasining nimishqa bo'lganligiga, 7-ay vaqasining nimishqa bo'lganligiga, Aksu vakası, Yakan vakası, Barın vakası, 66. yıllık Kızıl Batalyon Halk Partisi namayişleri, Meclisinin vakası, Ahmet vakası, Emin Opkam'ın kızları Habibe'ler vakasının hemmisinin nemi üçün boğallığını bana emdi muşul lagerinin guvaçıları çıkıp. Muşul lagerde yetip atqanlarının aklı zahri dünyaya anlanğan ekan. Bütün dünya bilip atıdı, hem xalq özümü emdi bilip atıdı. Biz şu vaqtida mendin jim tus bolmamdı dep ağırınğanlar bolğan, xap bolğanlar bolğan, ya toğır qıldı deganlar bolğan. Lekin men hazırgacha özüm üçün bir kanal için xalqim bilan söhbət liniyasi ko'riga salmagan edim. Mana bugun bu YouTube kanalımni bu bir kızımız bana açıp berip atıdı. Men bundan keyin sizlarga özümning qalbidagi so'zlarimni va bo'lib atgan vaziyatni, qilmoqchi bo'lgan ishlarimni, planlarimni, xalqimga bo'ladigan yordamlarimni, xalqaro vaziyat bilan ayollarni, bolalarni, yoshlarni, siyosiy ziyolilarni qanday ulashtirish masalalaridagi aqliga so'zlarimni va o'rganganlarimni men şu YouTube kanalım bilen sizler bilen ortaklaşıman. Davamlıq söhbətləşib durubduruman, her küllü xəbərlərimni berib duruman. Qarindaşlar, mən 20 yıl Xitayning içində siyaset bilen şug'ullandim. 35 yıl kızıl tırmıqım bilen katılap ticaret bilen şug'ullanish jarayonida vatanimning sahrasida yezi bozorchilik qilib sahradan tağlağıca, yaylaqlardan bağlağıca, şəhərlərdən hatta bazarlağıca xalqım bilen yüz ortaqlaşdım. Mən vətənin məsələsində meyli ziyalilərimizin arasında Turğun ikamdan tatib, Ötkür ikamdan tatib, Tiyipçin ikamdan tatib, Zunun Qadırdan tatib, Seyfullah ikamdan tatib, Emin ikamdan tatib, Ahun ikamdan tatib, Ablız Məxsumdan tatib, bütün mən bilməyən, mən ortaqlaşmağan heç qandaq ziyaliler qalmadı. Mən ulanın sizlərə bolğan, mən və yoldaşımız Sıdıq Hacı sizlərə bolğan yadigarımız. Bizdə, mənim də ulanın qalıb sözləri qalğan. Mən ular bilən takmakallarda billə bolğan. Mən ular bilən canqallarda, gezilarda, tövəngi düşürgəndə billə bolğan. Mən meyli Maynur xanım bolsun, meyli Abdunum rayonunun reisleri Ablat Abdurashid, Tömür Davamət, Seyfuddin Aziz, İsmail Ahmet, Yusuf Aysa qatarlıq Abdunum rayonunun hər qandaq sizlər toğır davatqan, xata davatqan rəhbərləri olsun. Abdunum rayonunda Xitay adavatıdır bizning Şərqi Türkistanның ziyaliləri bolsun, meyli Necip Nasırlar bolsun, meyli şairlar bolsun, həmmisi bilen kən qucaqlaşıb ortaqlaşqan bir anamlar mən. Dixallardan Soğudigagicha, ziyolilardan olim inqilabçılargacha mana bir ümidini bağlap ketgan. Mən ularning ümidini elib sizlarga chiqqan. Ben şunun üçün bugün bu YouTube kanalımni sizlar bilan buningdan keyin davomliq mundashib, men bunun xalqimning bu kadar qiynalayotgan, hatta özümning ailemden 38 farzandlarim, acılarım bir hadam
Ko'zi qarg'ı qivatdi. O'qituvchi kucha o'ttir maktabda 30 yil o'qituvchi bo'lgan. Bir singlim kucha lagerda urib o'ldirildi. İnimning beli urib palash ochqildi. Bir o'g'limning urib belini hetma qildi. 47 yoshga kirdi Ablekim degan oydak o'g'lim tex uylanmadi. Neverlerim, singillerim, ochillerim, qizlarim 38 odam nazorat ostida. Oldi 15 yil, keyin 10 yil turmada yetib chiqdi, keyin 5 yil lagerda yetib chiqdi. Qarindoshlar. Xitoyning jasuslari, Doğu Perinçekning odamlari, Qo'saq vaqtlarning odamlari chiqib, shu Rabia Qodirni sestmisaq, Uyg'ur davosi dunyoning kun tartibiga tez kirib ketib, yaxshi bo'lib ketadi deb qo'rqib, meni taraf-tarafdan chiqdi. Taraf-tarafdan tillab seslayotdi. Yo'q, mening xalqim unchalar dot emas. Mening xalqim unchalar aqlsiz emas. Mening xalqim ular qancha tillagancha berilgan gavhar shuncha ustiga axlat to'kasingizmi valaldaydi. Mening xalqim meni yuvib valaldib turib javob berdi. Men xalqimga ishonaman. Chunki men xalqimni suyman, xalqim meni suydi. Men xalqimning tanlagan onasi. Shuning uchun qarindoshlarim bu YouTube kanalini sizlar bilan har kuni o'xshamagan fikrlar bilan, oddiy tillar bilan, qora tilim bilan yoki murakkab tillarim bilan sizlar bilan o'rtoqlashaman. Onalar bilan, qizlarim bilan, yosh yigitlar bilan, cho'nglar bilan mungdashaman deb ochdim. Bu mening mungdashxonam sizlar bilan. YouTube kanalimga a'zo bo'lishinglarni umid qilaman. Meni to'g'riliq har xil gaplar bo'lsa, mushlarning hammasi meni tavlab chiqdi qarindoshlarim. Meni dushmanim gap bilan har qanday narsa bilan chekindirmaydi. Chunki menda lavuldab tug'an vatan xalqimning o'tuva qarindoshlar. Yo'ldoshim Sidiqojining 66 tuqqani, inisi Imom Hoji Abdurish va xonachimiz Bilqiz degan singillarining bolalarining nabligini o'qimaydi. Yo'ldoshim 66 yildan tortib ta hozirgacha sizlarning yo'linglarda xizmat qilib kelyapti qarindoshlar. Sidiqoji Ro'zi Vatanda Ma'rif institutining adabiyot o'qituvchisi va vatandagi cho'ng 3 tanqidchining birisi. Hozir 21 yildan beri bir kun to'xtamay dunyo siyosatini o'zining YouTube kanalida har kuni tadqiq kech soat 3 da qopib, kunduz soat 2 gacha sizning xizmatingizni bekaga bir sinit olmay oshunda qilib kelyapti qarindoshlar. Biz qilamiz. Bizga Alloh bu vazifani bergani uchun Allohga 100 ming qatla shukr. Bizning shunday yomon odamlar bo'lib qolmay, yomon odamlarning og'zida haqoratlansakmi, yaxshi xalqimiz uchun xizmat qila oladigan bir odam bo'lganligimiz uchun yana bu YouTube kanalini Rabia ona sizlar uchun ochdi. Sizlarning nihoyat ko'p do'stlaringlar xabar qilib, mening a'zolarimni necha ming qilib ko'paytirib berishinglarni, menga erishishinglarni umid qilaman.